Angliya Avam Palatası 22 aprel Perşembe günü Uygurlarga yürgüzülüp kelayotgan kişilik hukuk ve insaniyet karşı cinayetini bekitiş muhakeme yığını ötküzgen. In Xinjiang Uyghur Autonomous Region, and I call Nusrat Ghani to move the motion. Thank you, Madam Deputy Speaker. I beg formally to move the motion in my name on the order paper, that this House believes that Uyghurs and other ethnic and religious minorities in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region are suffering crimes against humanity and genocide, and calls upon the government to act to fulfil their obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide and all relevant instruments of international law to bring it to an end. Neticede Angliya Avam Palatası azaları Uygurlarını asas kılgan rayondaki yerlik milletlerinin irqi qırgınçılık ve insaniyet karşı cinayetinin ziyankeşligiga uçurguçular ekanligini birdek itiraf qilgan. Mazkur yig'inda Xitoyning jinoyatlarini rasmiy irqiy qirg'inchilik deb jakalagan. Bu Angliya parlamentining tunji qitim to'liq ovoz bilan Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakalishi bo'lib, buning bilan Angliya, Amerika, Kanada va Gollandiyadan keyin Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini rasmiy jakalagan 4-davlat bo'lib qolgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Angliya parlament a'zolari konservativlardan bo'lgan parlament a'zosi Nusrat Ghani o'tirg'i qo'ygan bir taklif loyihasini qo'llagan bo'lib, bu taklif loyihasida Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka va insoniyatga qarshi jinoyatning ziyonkashligiga uchrayotganligi ochiq aytilgan. Hamda Angliya hukumatining xalqaro qonunlardan foydalanib, bu jinoyatni oyoqlashtirish kerakligi chaqiriq qilingan. The question is, where was man? We are here, Madam Deputy Speaker, men and women in this House, the mother of all parliaments, and we will do all we can to ensure that atrocities like the Holocaust could never again take place. I beg to move. Şunaqdımı Angliya hökuməti Xitayning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakalashdan o'zini yana qaçırgan bo'lib, ministerlar irqiy qirg'inchilikqa sud mahkamasi hukm chiqarish kerak deb fikr bayon qilishgan. Angliya Avam Palatasının Uyghur rayonundaki kişilik hukuk meselesini muzakere qilish yig'ini 2019 yılı 1 ayda, 2020 yılı 3 ayda 2 qitim o'tkazilgan bo'lib, har qitimda Uyg'urlarning huquqini qo'g'dashga doir takliflar ma'lum sondagi qarshi ovozlar tufaylidan o'tmay kelgan va Xitoyning jinoyatining xarakterini bekitish to'g'risida qaror berish keyinga surilgan edi. Egallanishicha, Angliya Avam Palatasının Xitoyning Uyghur rayonundaki bastirish jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb jakalishi siyosat va ijroat jihatda bevosita cheklash kuchiga ega bo'lmasimi, Angliya hukumatini Xitoyga qarshi siyosat tuzishda besim qilish rolini o'ynaydi ekan. Eng muhimi, Angliyaning Amerika va Kanadaga o'xshash ittifoqdoshlari bilan zich hamkorlashib, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatiga o'rtaq taqobil turishida zo'r ahamiyati bor ekan.